hammamiz ota-onamiz ideal emas. Biz ham ota-ona sifatida ideal emasmiz. Biz ideallikka harakat qilmaymiz. Biz shunchaki hayotda qaysidir bitta momentlari shaxs bo'lib rivojlanishiga qanaqa ta'sir qilishini o'rganmoqchimiz. Momentda siz nelubov his qilyapsiz. Sizni qabul qilmasliklarini his qilyapsiz. Da, уже mana shu ikkita tuyg'uni o'zi yetadi insonni ichida og'riq qolishiga. Bo'ldi. Sizni deylik, miyada programma deb oladigan bo'lsak, miyangizdagi programmada shunaqa ishonchlar paydo bo'lyaptiki, sevgini заслуживать qilish kerak. Harakat qilish kerak bu sevgiga erishish uchun. Chunki shunchaki sevgini olish mumkin emas ekan, оказывается. Sevgini olish uchun yaxshi ovqat pishirish kerak ekan. Sevgini olish uchun 5 baho olish kerak ekan. Sevgini ota-onadan получить qilish uchun shularni qilish kerak ekan. Оказывается, просто так нельзя. Bitta misol. Sizni hayotingizda qanaqa holat ko'rgansiz? Mana shu o'zingizdagi asabiylashishda ota-onada qilinayotgan xatolarni.